Assalomu alaykum hamisha biz uchun qadrli bo'lgan aziz eldoshlar. Bugun chorshanba. Bu tongni biz bilan qarshi olayotganingizdan va Assalom Xorazm musiqiy dam olish dasturini tomosha qilayotganingizdan juda mamnunmiz va sizni xursand qilish uchun biz ham shaymiz. Keling Feruzbek. Assalomu alaykum. Mana bu gullar maxsus siz uchun erta tongdan. Juda chiroyli, rahmat. Kayfiyatingizni ko'tarish uchun ozgina salomlashib olamiz, sana keyin yana suhbatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Assalom Xorazm dasturini tomosha qilyapsiz. Ruxsat bersangiz, bizda ustoz pedagog faoliyatiga oid yaxshi bir lavha bor. Chunki olis hududlarda bugun ham faoliyatini amalga oshirayotgan chekka hududlardagi maktabda oddiy o'qituvchi sifatida bor mehrini o'sha kasbiga, bolalarga ta'lim berishga bag'ishlagan ana shunday fidoyi insonlar bor ekan. Biz ularning nomlarini hamisha hurmat bilan tilga olamiz va mehnatini qadrlaymiz. Hozirgi lavhamiz mana shu haqda va birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Ta'lim bugungi rivojlangan zamonda yanada ko'proq mahorat va tajriba, zamonaviy bilimlarni talab etadigan soha. Ayniqsa, butun umrini pedagoglik sohasiga bag'ishlagan ustozlar buni yaxshi anglaydi. Hazorasp tumani 45-son maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritayotgan Nazira Sobirova ham chinakam ustoz qanday bo'lishini qaynotasi Abdulla aka Xizirovdan o'rgangan. U qaynotam uy ro'zg'or yumushlarini emas, ertangi dars mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rdingizmi deb so'rar edilar deydi. Oiladagi barcha kelinlar qaynotamdan bilim va o'rnak olganmiz deya eslaydi. Bugun ham ana shu tajriba va bilimlarni ish jarayonida qo'llab kelmoqda. Men pedagogik faoliyatimni 1991-yil 15-avgustdan boshlaganman. Bu dargoh men uchun juda qadrli. Chunki men shu yerda 10 yil ta'lim tarbiya olganimdan keyin Urganch pedagogika bilim yurtiga o'qishga kirganman. Mana ish faoliyatimni boshlaganimga 34 yil bo'ldi. Shu dargohga 34 yildan buyon yosh avlodga ta'lim tarbiya berib kelmoqdaman. Har kuni ertalab turib maktab tomon oshiqaman. Bolajonlarimizni ko'rishni sog'inaman. Dars jarayonimda o'quvchilarning zavqi, shavqini ko'rib yanada ilhomim keladi. Mana shundan men o'zim ham boshlang'ich sinf ustozim Bobojon va Shukurjon ustozga havas qilishdan kasbni tanlaganman. Shunga mana prezidentimiz tomonidan bizlarga, pedagoglarga juda e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun prezidentimizdan juda minnatdormiz. Mana bu yerda maktabda bolajonlarimizga ta'lim tarbiya berish bilan cheklanib qolmasdan, uyimizda ham bog'cha nodavlat bog'cha tashkiloti tashkil etilgan. Bog'chamizda 25 nafar o'g'il va qizlarimiz tarbiyalanmoqdalar. Maktabda bolajonlarimizga tarbiya bo'lib berganimdan keyin uy tomon oshiqaman. Uyimizdagi jajji bolajonlarimiz oyijonim keldilar deb oldimga yugurib chiqadi. Men bundan juda ham xursandman. Shunday sharafli va mashaqqatli kasbni tanlaganimdan juda ham xursandman. Kelgusida mana shunday jajji bolajonlarga ta'lim tarbiya berishda o'zimning hissalarimni qo'shaman. Maktabda yaratilgan shart-sharoitlar ustozlarning ish faoliyatida, o'quvchilarning bilim olishlarida qulaylik tug'dirmoqda. Pedagoglar jamoasi yakdillikda o'sib kelayotgan yosh avlodga bilim berishdan charchamaydilar. Bu yilgi o'quv yili davomida ta'limning sifatini oshirishga qaratilgan juda ko'p tadbirlar, fan olimpiadalari, turli yo'nalishdagi sport musobaqalari juda ko'p o'tkazildi. Bunda maktabimiz o'quvchilari yuqori natijalarga erishib keldilar. Maktabimizda hozirgi kunda 82 nafar o'qituvchi 1100 o'quvchiga sifatli ta'lim tarbiya berib kelmoqda. Shu yurtda kamol topib yashayotganligimizdan, ta'lim olishga, ta'lim berishga qulay shart-sharoitlar yaratilganligidan cheksiz minnatdormiz. Shijoatli, mehridaryo, tinib tinchimas ustozlarimiz bor ekanligidan biz ham faxrlanamiz. Shunday ustozlardan maktabimizda o'z ish jarayonini, pedagogik faoliyatini olib borayotgan ustozimiz Sobirova Nazira ustozdir. Tinib tinchimas yosh avlodga o'zining bilim malakalarini, tajribalarini ko'rsatib hammaga o'rnak bo'lib kelmoqda. U nafaqat maktabda, uyida o'tirib ham o'quvchilarni o'qitishdan charchamayapti. Bunday ustozlarimizning soni ko'payishining tarafdorimiz. Nazira opa faqatgina maktabda emas, uyda ham jim o'tira olmaydigan insonlardan.
o'z uyida maktabgacha ta'lim tashkiloti tashkil qilib, mahalladagi bolajonlarga 2 nafar kelini bilan birgalikda tarbiya berib kelmoqda. Alohida parvarishga muhtoj, rivojlanishdan orqada qolgan o'g'il-qizlar bilan ham uyida shug'ullanadi. Zero o'zganing bolasini o'z farzandidek ko'radigan yagona zot bu ustozdir.